Assalomu alaykum. Xos karavanbozor.uz platformasiga ko'p savollar tushyapti. Unda qanaqa kapital bilan ish boshlasam bo'ladi? Biznesni вообще qanaqa qilsam bo'ladi? Minusga kirib ketmaymanmi? Narxini qancha qilsam bo'ladi tovarimni? Qanaqa qilib dostavka qilaman? Qadoqlash qanaqa qilib qilaman upakovkasini degan savollar tushyapti. O'shanga men qisqa videolarda javob berib ketaman. Unda biz karavanbozor.uz platformasini ham, unit ekonomika nimaligi haqida ham, analitika, qanaqa metrikalar borligi haqida ham gaplashib o'tamiz. Agar siz biznes boshlamoqchi bo'lsangiz, analitika, ekonomika nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizni kuzatib boring. karavanbozor.uz platformasiga kiring va o'z ishingizni boshlang. Men o'zim frilansda ishlagan paytimda ko'p mana shu tadbirkorlar bilan ishlaganman. Ular nima qiladi обычно? Ular birinchi tovarlarni olib kelib oladi, platforma qiladi unga. Misol uchun magazin ochadi, bir xil sayt, bot qiladi. Unga shuncha pul tikkandan keyin o'sha tovari sotilmaydi. Misol uchun men o'zim 2-3 ta shunaqa kompaniyalarga botlar qilib berganman, saytlar qilib berganman, yotibdi ishlamasdan. Chunki tovari sotilmaydi. Ular bilmaydi rynokda qanaqa sпрос bor, ularning tovarlari odamlarga qanaqa ko'rinishda kerakligini bilmaydi. Shunaqa vaziyatlar bo'lmasligi uchun biz karavanbozor.uz platformasini yo'lga qo'ydik. Bu yerda siz bemalol risklarni minimallashtirib, o'z biznesingizni boshlasangiz bo'ladi. Siz bu yerda bemalol sprosni tekshirib olsangiz bo'ladi. Analitikani hisoblab, unit ekonomikani hisoblab olsangiz bo'ladi. Unda o'zingizni, klientingizni portretini chizib olsangiz bo'ladi. Biz bilan o'z biznesingizni oching va biz bilan birga rivojlaning.